Assalomu alaykum hammaga. Kechagi milliy sertifikat javoblari chiqqanda ko'pchilik xursand bo'lib qoldi. Ayrimlarga juda kutgan natijasi, kimdir B kutgan bo'lsa C sertifikat chiqqan, C kutganlar sertifikat ola olmagan joylari bor. Har doimgidek omadi kelganlar ham topiladi. Shuning uchun xavotir olmang. Fevralda ashaddiy eng zo'r sertifikat chiqish imtihoni. Vaqtlaringiz yetadi. O'sha qo'lingizda C sertifikat chiqqanmi, C+ chiqqanmi, Bmi, xavotir olmang. Hammalaringiz A olsalaringiz bo'ladigan natija bor. Faqatgina bizga obuna bo'ling va o'zingizni muammolaringiz ustiga ishlang. Ya'ni qaysi mavzuni bilmaysiz, o'sha mavzuni savollarini har doim ko'rib chiqing. Biladigan mavzungizni ishlash uchun vaqt qolmadi. Faqat bilmaydigan, o'zingiz qiynaladigan joylarga e'tibor qarating va formula обязательно yodlang. Yodlang. Aniq formulaga doir savollar juda ko'p keladi. Formula bilmagan o'quvchi ko'p xato qiladi. Mana shu narsani oldini olish uchun formula yaxshilab yodlang. Hammalaringizga omad tilayman. Salomat bo'linglar.